sanatoriylarda hozirda yashab bitta voy invalid turibdi. Bu degani men 21 yoshimgacha oshxonaga faqat ovqatlangani kirganman degani. Kim bilan o'tiribdi mana shu yoshimda oshqozon bilan yash ko'radigan erkak kishini uchrataman deb. O'shanga bugun xolasi ham xolamasa ham sizlar bilan dulma qilamiz. O'zim taqdirdim shu kungacha turецкий kafeshkalarda в основном dulma deyishadi. Maksimально удобный одеждani kiyib olib, eng qiyin etapdan boshlaymiz. O'zi ochib ketyapti, плакать из-за мужика, ни за что. Shu yoshimgacha dolma bu просто farsh bilan listiyani qilingan variantida bo'lardim. Akasiga tutda bu. Tushunchim bo'yicha men bunaqa qilaman bitta. Ikki men bunaqa qilaman deb, keyin bunaqa pari bo'lib qilib tashlashdi qon. Birinchisini kalla qo'yib, mana to'rab qo'ydim. Tak что ikki xil kartoshkali dulma bo'ladi bizda. Dulmani prям dulma qiladigan sousiga kerakli ingrediyentlarni solib olib, keyingi etapga o'tamiz. Ya'ni farshni moralni ovqatga tayyorlashni boshlaymiz. Voy slagimga o'xshaydi. Slava bogu buni qilinishi ancha oson ekan. Farshga shunchaki piyoz, guruch, zira va 2025-yildan qolib ketgan ozgina nervni klitkamni qo'shib yuborsam bo'ldi. Pechina chiqdi. Qachon deyiladi bu? Вот это поворот! Men sevgi bilan qo'yaman buni. Oh my cupcake. Piqib-piqib-yo'rs. Ham skalatka bo'lib chiqdi. Piknimsan, nima deysiz? Birinchi qilganim, uchinchi qilganim, menimcha to'g'ri yo'ldimi? Bunaqa shikardosniy bo'lib chiqdi. Последний штрих, dimlashdan такой suv qo'yamiz. И dolmani ozgina o'qitib, muzlanchikka mugashach qilamiz. Hammaga rahmat.